Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Germaniya Münxen şəhərindəki Uyğur Mədəniyyət və Maarif Birlik tarmağıdakı Uyğuriya məktəbinin usul qrupsi 2 dekabr Bavariya ştatı tərəfindən ötküzülgən usul müsabiqəsiga qatnaşdı. Hər qaysı millətlərdən tərkib tapqan 49 komanda içində ösmürlərimizin orunlaşıdakı dolan usulunun birincilikə, Sama usulunun bolsa ikincilikə erişişi muhacirat Uyğurlarını alayda söyündirdi. Müsabiqəyə naq meydandan qatnaşqan qeyrindaşlarımızın istansımızga bildirişçə, usul qrupisidəki ösmürlərinin yaşlarının 14 bilan 17 yaş aralığında ikənligini, müsabiqəyə qatnaşqan qalğan 48 komanda əzalarının kəsbi tərbiyələngan usulçular ikənligini, Uyğur ösmürlərimizin bolsa ana til dərsligi bilan qoşumcha halda usul öyrənganligini, ularning hammasining Germaniyada tug'ilib o'sib cho'ng bo'lganligini, musobaqada birinchi bo'lgan vaqtida bo'lsa tomoshabinlarning guldiras olqish sadolari bilan nihoyat qizg'in qarshi olganligini bildirdi. Bu fəaliyyətin əhəmiyyəti və cəryan haqqında istansımızın məxsus ziyaretini qəbul qılğan Uyğur Mədəniyyət və Maarif Birliğinin rəisi Fərida Niyaz xanım təfsili məlumat verib tövənkilərini ifadə qıldı. Bizning bu musobaqa qatnashdagi asosiy maqsadimiz Bavariya o'lkasida elib berilgan san'at sahnasida Uyg'urning obrazini yaratish. Shundaqla Uyg'urning o'z oldiga tili, madaniyati va san'ati bo'lgan bir mustaqil ham şanlıq tarixi ega millat ekanligini ifodalashdi. Şuna biz natija qandoq bo'lsa bo'lsin, bu musobaqa qatnashishning o'zi bir sharaf deb bilgan edik. Ammo tajribalik o'qituvchilarningki mehnat qilishi, tirishchan o'quvchilarimizning bu ishning ahamiyatini tushunib yetib, bor kuchi bilan bütün mahoratini o'ttirib qo'yishi, ham shundaqla Germaniya Madaniyat va Maarif Birligidagi xonimlarning arqa saf xizmatini to'liq ustiga elishi bilan musobaqa qatnashtirilgan 2 nomerimizning birsi birinchilikka va yana birsi ikkinchilikka erishdi. Bu musobaqa orqali biz shuni yana bir qatam his qildikki, biz faqat bolalarimizni Uyg'ur tilida tarbiyalashga ko'ngil bo'lsakla, kuch va vaqt chiqarsaqla, uning natijasi cho'qim ko'rindi ekan. Uyg'uriya məktəbimiz qurulğan 5 yıl jarayonida biz hər tərəfdən Uyğur cəmiyyəti və Germaniya xalqının etiraf qilishigə erişib gəldik. Bu nəticə gərçə nişanımızdan uzaq bolsunmu, biz yenila toxtamay tirişimiz. Biz əmdə 2024-ci ildə ötküzüldüyən dövlətlik müsabiqəyə tayyorluqni başlayımız. İşinimiz ki, bizning kimligimiz bara-bara Germaniyada öz o'rnini topadi. Uyghur farzandlari o'zlarining Uyg'urligidan faxrlandi. Ona tilini, madaniyat san'atini o'rganish va uni davomlashtirishni o'zlarining bosh tortib bo'lmaydigan burchi bildi va uning uchun otlandi. Rahmat. Dünya Uğur Qurultayının çağırıqıga asasən 9 dekabr Uyğur irqi qırğınçılıq günü münasibəti bilan bütün dünya miqyasında Xitayning irqi qırğınçılıqqa qarşı bir tutaş ilib berildigan narazılıq fəaliyyətlərinin tayyorluqları axırqı basqıçqa qadam qoydu. Dünya Uğur Qurultayının arzi bilan 2020-ci il Londonda qurulğan Uyğur Sot kollegiyasi 2021-ci il 9 dekabr günü Xitay hökuməti Uyğurlarga qarta irqi qırğınçılıq və insaniyyət qarşı cinayət yürgüzüyotidu deb hökm chiqargan.
va Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa apandim Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan Uyg'ur irqi qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarlagan. Shundaqla muhojiratdagi qarindoshlarimizni Uyg'ur xalqi uchun zo'r tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bu kunni unutib qolmaslikqa va har yili xotirlab turishga chaqirgan edi. Qurultay markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, 9 dekabr Uyg'ur irqi qirg'inchilik kuni munosabati bilan dunyodagi 20 dan ortiq davlat va shaharda Xitoyning irqi qirg'inchiligiga qarshi namoyishlar, guvohlik yig'inlari, axborot e'lon qilish yig'inlari, muhokama yig'inlari, nazar faoliyatlari o'tkaziladi. Va bu faoliyatlarda qurultay tarafidan bir tutash bekitilgan hashtag, logo va jiletkalar ishlatildi. Uningdan boshqa yana xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan Uyg'ur tashkilotlari 9 dekabr Uyg'ur irqi qirg'inchilik kuni munosabati bilan birlashma bayonot e'lon qiladi. Shundaqla har qaysi davlatlarning parlamentlarida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhlarining 9 dekabr Uyg'ur irqi qirg'inchilik kuni munosabati bilan maxsus axborot va bayonotlar e'lon qilishi qo'lga keltirildi. 9 dekabr Uyg'ur irqi qirg'inchilik kuni munosabati bilan inglizcha, nemischa, arabcha, turkcha va xitoycha tillarda ayrim holda tor muhokama yig'inlari o'tkaziladi. Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan Nyu-Yorkdagi dunyoga mashhur davr, ya'ni Times maydonida 12 noyabr Jumhuriyat kunida qo'yilgan singa o'xshash 9 dekabr Uyg'ur irqi qirg'inchilik kuni bilan munosabatlik video qo'yiladi. 2023 yili 11 oy kirishi bilan Xitoydagi bolalar va yashanganlar orasida tarqalgan yuqumliq o'pka yollig'ining Xitoyning ko'plagan o'lkalarida shiddat bilan tarqalishi Xitoy va xalqarada yana bir qatimliq yuqum tahdid paydo qilganligi navbatdagi taratqularda muhim tema bo'lmoqda. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Dunyo sayyoh tashkilotining jiddiy talabi bilan Xitoy sayyoh tashkiloti 23-24 noyabr kunlari bayonot berib, navbatda tarqalayotgan o'pka yollig'i va nafas yo'llari yuqumining COVID yuqumi yamirgan chog'dagidek shiddatli emasligini bildirgan. Ammo yuqumning manbasi va xarakteri haqida hozir qadar aniq ma'lumot bermagan. 11 ayning 24 kuni Dunyo sayyoh tashkiloti Xitoy sayyoh ministrligining doklatiga asosan bayonot berib, bu qatim Xitoyda tarqalgan nafas yo'llari yuqumining 2023 yili 10 oydan buyon Xitoyning shimolidagi Beijing, Liaoning qatorliq joylardagi bolalar va yashanganlar orasida tarqalgandan keyin tezlikda yamirganligini bildirgan. Bayonot yana bu qatimqi yuqumning burun, gal, o'pka qatorliq a'zolarning ig'ir darajada yallig'lanishini keltirganligi bildirilgan. Amerikadagi Kolumbiya universitetining tibbiy fanlar tadqiqotchisi Dr. Mehmet Emin apandining bildirishicha, Xitoy hukumati bu qatimqi yuqumning manbasi va xarakteri haqida aniq ma'lumot bermaganligi uchun hozircha bu qatimqi yuqum haqida aniq hukm chiqarish qiyin ekan. Ammo tibbiy mutaxassislar yuqumning qayta yamirash sababini oldingi 3 yillik yuqum mezgilida Xitoyda yo'l qo'yilgan qattiq qamal tadbirlari bo'shatilgandan keyin immun kuchi ojiz kishilar orasida yuqumning avj olganligini ilgari surmoqda ekan. Xitoyning sayyoh ministrligiga o'xshash hukumat organlari yuqumning manbasi va xarakteri haqida aniq ma'lumot berishni kechiktirayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy taratqularida yuqum virusining Amerikadan tarqalganligini imo qiladigan xabarlar o'tirg'i chiqqan. 30 noyabr kuni kishilik huquq faoliyatchisi Jennifer Zhang tarafidan X-ga, ya'ni Twitterga yo'llangan bir uchurda Xitoydagi manbasi aniq bo'lmagan sinliq taratqularda kasal virusning Amerikadan avatilgan tez yo'llanma orqali kelgan bo'lish mumkinligi haqidagi xabarlarning tarqalib yurganligi tilga ilingan. Sinliq xabarda Amerikani ayblagan erdiktor Amerika bizga yana bir qatim virus yo'lladi degandek hujum xarakterlik so'zlarni ishlatgan. Tibbiy fanlar doktori Mehmet Emin apandining qarashicha, Xitoy hukumati 2019 yil oxiri boshlangan 3 yillik COVID vabasi mezgildimi yuqumni Amerikadan keldi degandek yolg'on uchurlarni ko'plab tarqatgan bo'lib, bu Xitoy hukumatining yuqum sababidan davlat ichida yuz berayotgan norozilik kayfiyatining nishonini burash va xalqaroning ayblashidan qutulish uchun qilayotgan qilchimi ilmiy asos bo'lmagan siyosiy maqsadga tashviqot taktikasi ekan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, bu qatimliq yuqum Xitoyda 2020 yildan boshlab davom qilgan COVID yuqumini nolga tushirish qamali bu yil 1-oyda bekor qilingandan keyin yuz bergan yana bir qatimliq zo'r ko'lamli yuqumni hodisa ekan. Navbatda bu qatim Xitoyda tarqalgan yuqumning dunyoviy xarakterli yuqumga aylanish ehtimolligi xalqaro andishini kuchaytmoqda ekan. 3 yil ilgari Xitoydan tarqalib butun dunyoga yamirgan COVID yuqumi vabosida dunyo bo'yicha 25 millionga yaqin insonning o'lganligi taratqularda xabar qilingan edi. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.